Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Salomatmisizlar? Ushbu videoda trip plan yozishni o'rganamiz. Avvalroq men yozgan plan bor. O'sha bo'yicha ko'rib chiqsak bo'ladi. Bu yerda o'sha men topshirayotganimda yozgan trip planim. O'zi bu planni Fransiya elchixonasidan hammadan har xil, masalan, yaqin Ispaniyaga topshirib tanishlarimiz. O'shanda ular planda oddiy qilib yozishdi. Masalan, bunda ko'rsanglar mana belgi turibdi. Bu Fransiyani qanaqadir belgisi o'zini elchixonani. Buni Fransiya elchixonasini veb-saytini olsanglar bo'ladi. Bu tayyor o'zi shablon bo'ladi. Men topolmaganman, tanishimizdan olganman. O'sha bo'yicha tayyorlaganman. Bu yerda ko'rsanglar bo'ladi. O'sha plan of my trip, meni sayohatimni plani. Bu yerda qaysi davlatlar, bu yerda qaysi shaharlarda bo'lasizlar, bu yerda main activities, ya'ni asosiy qayerlarda bo'lasizlar. Sanaga moslab. Masalan, 25, 2005-yil 7 oy 15 kun bo'lsa, iyul iyulda 15-sidan, iyulda 15-sidan 16, 17, 18, 15dan уже 22-ga davr nimalar qilish haqida gap ketyapti. Bu yerda transportation to the next place, o'sha keyingi bekatga nima orqali yetib borasiz? Metro, piyoda, avtobus, shunday. Endi bunda asosiy ko'p chiqadigan narsamiz, men elchixonaga birinchi topshirganimda birinchi anaqamni o'tkazib berishgan. Sababi men planimda xato topishgan. Plan bo'yicha men Fransiyada 2 kecha, 2 kunduz, keyin bu yoqda Italiyada, Vatikanda 2 kecha, 2 kunduz bo'lishim kerak edi. Shunaqa qilib yozib 4 kun yozganman, lekin ular ko'rganda sen degan qaysi davlatda ko'proq vaqt o'tkazadigan bo'lsang, o'sha davlatga ko'proq o'sha davlatga sen elchixonasiga topshirishing kerak vizaga degan. Masalan, menda Italiyaga ozgina vaqt ko'payib ketib qolgan. Shuni hisobiga degan, sen Italiya elchixonasiga topshirishing kerak vizaga, bizga emas degan. O'shanda men boshqatdan yozib, planda hamma dokumentni boshqatdan qilib, boshqatdan joyda bron qilib, yangilatib, keyin kirganimda o'shanda keyin viza bergan. Bu yerda ko'rsak bo'ladi, asosiy narsalar qaysi shaharlarda bo'lamiz. Endi aytib o'tganimdek, asosan men Fransiya elchixonasiga topshirganman. Ko'rsanglar, Fransiyada уже 5 kun bo'lyapti, Italiyada bo'lsa 2 kun. Уже keyin yana Fransiyaga qaytib turib, Fransiyadan Koreyaga qaytib kelyapman deb yozganman. Bunda ko'rsanglar bo'ladi, nima qilaman? Birinchi kun arrive in Paris CDG Charles de Gaulle Airport flight. Bunda birinchi flight anaqani bron qilib olishinglar kerak. Men booking.comdan anaqa bron qildik-ku, hotel bron qildik, xuddi shunga o'xshab aviabilet bron qilib qo'ysanglar, o'shani raqamini yozasizlar bu yerga. Yetib boradigan flight number'inglar yozib turib, keyingi nima qilyapmiz? Check-in hotel. Keyin o'sha hotelga kiryapmiz. Bu yerda ham o'sha biz booking.comdan bron qilgan hotelimizni nomini yozamiz, lokatsiyasini yozsak ham bo'ladi. Keyin nima qilamiz? Walking Street. Asosiy qilinadigan ishlar, o'sha boriladigan joylar, activity, bajariladigan ishlarda shularni yozishimiz kerak bo'ladi. Bu yoqda accommodation, ya'ni o'sha biz bron qilgan nimani yozamiz. Hotelni, mehmonxonani, manzili, nomerini yozib qo'ysak yaxshi bo'ladi. Pulni shunaqa qilib yozamiz. Bu tarafda biz nima orqali yetib boramiz? Masalan, aeroportga qo'ndik, aeroportdan hotelga nimada yetib boramiz? Metroda. Xuddi shunaqa. Уже keyingi kun, bu kun tugadi. Ikkinchi kuni Fransiya, Parijda yana muzeyda visit Louvre muzey. Louvre muzeyini aylanamiz. Go to France National Restaurant. Fransiya milliy restoraniga yetib boramiz deyapmiz. Walking the city. Piyoda aylanamiz. Piyoda yurish orqali. Bunda ham accommodation, o'sha biz tanlagan, bron qilgan hotelni manzilini yozib qo'yishimiz kerak. Ko'rgan bo'lsanglar, o'sha bron qilayotganda bitta joyda 4 kunduz, 4 kechaga bron qilgan bo'lsa, o'sha 4 kechani pulni o'sha yerga yozib qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunaqa qilib, pulni yozib, lokatsiyani nima qilib qo'ysak, va muammo bo'lmaydi. Agar boshqa davlatga boradigan bo'lsak ham, masalan, 19-kun Fransiyada anaqani o'tkazdik. Endi 20-kuni Italiyaga ketishimiz kerak. 20-kuni Italiya Rimda bo'lamiz. In the morning going to the trip to Italy Rome deyapti. Rom. Ertalabda Italiya Rimga sayohat qilish. Airplane. Fransiyadan Italiyaga airplane orqali yetib boramiz. Kelib bo'lgandan keyin Kolizey, walking the Rome, Rimda
atrofida piyoda aylanish. Keyin bu yerda yana hotelda anaqasini yozyapti bu yerda. Bu yerda lokatsiyasi hotelni nomi. E, Airplane, ya'ni samolyotda yetib boryapmiz Italiyaga. Keyin avtobusda shaharda aylanyapmiz. Vatikanga piyoda boramiz deb yozgan ekanman. Rim, Vatikan. Ya'ni bilsanglar, Italiyada Vatikan juda ham yaqin joylashgan, kichkina, dunyodagi eng kichkina davlat bo'lsa kerak, adashmasam. Shunaqa. Keyin o'sha 22-kuni Parijga qaytib kelyapmiz. Parijdan yana flight numberimizni yozib turib, Parijdan qayoqqa qaytyapmiz? Ya'ni Janubiy Koreyaga qaytishni yozganman. Shunaqa qilib bismillah yozib sanab qo'yib qo'ysanglar. Bularda hamma dokumentlarni keyin anaqa orqali print qilib, e, ya'ni chiqarib olib, kopiya qilib olib, bularni hammasini bitta anaqaga tahlab turib, polniy hamma dokument tayyor qilib turib, shunaqa qilib boriladi elchixonaga, keyin beriladi. Ular hamma dokument bir chekkadan ko'rib chiqadi. Bularni e, chiqarib olib, o'sha ismimizni yozib, qo'limizni qo'yib qo'ysak bo'ldi. E, Asosiy e'tibor berilishi kerak bo'lgan narsalar shulardan iborat. Plan yozayotganda. Keyin yana bir narsa, anaqani olish bo'yicha, trip planni olish bo'yicha, bu plan meni Telegram kanalimda bor, tayyor anaqasi. PDF varianti. Men anaqani ham yozib qo'yaman. Kanalimni ssilkasini qo'yib qo'yaman. Agar topolmasanglar, kommentariy yozadigan bo'lsanglar, men kanalimni anaqasini tashlab qo'yaman. O'sha orqali bemalol topib, olib, ishlatib, foydalansanglar bo'lar edi, inshaalloh.